media bayslarga, misol mana O'zbekistonda bor, Saqo'rning baysi. O'sha savol bermay qo'ya qoling. kallasini uchiboraman deganlargacha jang berasizmi degan? Bu savolga ko'p javob berganmiz. Bizning qonimizda shunaqalarni chiqarishimiz kerakki, xalqimizni ko'rib haqiqatan bizni shu ota-bobolarimizdan farzandi bo'lganmiz deb faxrlanishimiz kerak. Lekin har xil shov qilagan boshqa sportchilarga menimcha Mangu ligasi jang bermaydi. Menimcha emas, bo'lmaydi. Men qaragan narsaga men kamsitish maqsadida gapirmayman bu gapni. Videoda, Instagramlarda hamyoda aylanadi. Qiynalganman, o'tdan chiqib kelganman, bo'tdan chiqib kelganman. Mana shu sportchilarning hayoti qanaqa bo'lgan? Aytayli, qanaqatdan chiqib kelgansizlar? Yo'l kirasiga ovqat yeyga pulim olmagan. Zalga kelganda rostdan perchatkasi bo'lmagan. Zalga kelganda kiyishga kiyimi bo'lmagan. Yashashga, kvartiraga Toshkentda yashash bilasizlar qimmat. Yo bo'lmasa boshqa zalga borib zubor qilish qimmat. Bular qiynalmaganmi? Hamma biladi telefonni olib syomka qilib, bo'sh qilib, o'zini odamlarning emotsiyasini jalb qilishida. Lekin bu yerda haqiqiy mehnat qilayotgan, ter to'kayotgan sportchilar ham yo'q emas-ku. Prosta o'zimiz sport blogerlari mana shunaqa narsalarni prosta ommaga olib chiqib qo'yishadi, ko'tarilib ketib qoladi. Mayli, lekin qilishsan, qilishmasin emas, faqat hamma narsani meri o'rtasi bo'lish kerak. Biz o'zimizning qadriyatimizni ushlashimiz kerak. Ertaga oktagonga chiqqanda qo'lidan ish bola kelmasa-da, faqat gapirib kalta yesa bu nima keragi bor? Gapirsin, ko'rsatsin.